Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bosmani kanalımıza xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan Payerdan Humo yoki Uzcard kartamizga yoki Uzcard Humo kartamizdan Payerga pul chiqarish haqida o'rganib o'tamiz. Shu Uzchange nomli Telegram botimizga kerak bo'ladi. Bu botning silkasi albatta videomizning opisiyanasida hamda zakreplanish kommentariyada qoldirib ketaman. Sizga bosganingizda sizlar avtomatik mana shu botga o'tadi va start berib bemalol botni ishga tushirishingiz mumkin. Bu yerda sizning mana shu yerda shaxsiy kabinetingiz va bu kurs zaxira degan bo'lim orqali hozirda valyutani bilib olishingiz mumkin. Mana rubl qanchadan o'likka pay rubl qanchadan sotish va ular bizdan pay rubl qanchadan sotib oladi, pay USD qanchadan sotib oladi, o'shani bilib olishingiz mumkin. Va bu yerda referallar bo'lim ham mavjud. O'sha do'stlaringiz taklif qilib ham pul ishlab olsangiz bo'ladi. Va agar sizlardan muammo mavjud bo'lsa, bu yerda murojaat qismidan shu yerga bosib turib, bemalol mana shu botga o'zlaringizni murojaatlaringizni qoldirib ketishingiz mumkin va bot haqida ma'lumotni mana shu ma'lumot bo'limida bo'lib olamiz. Biz birinchi navbatda botdan pul chiqarib olishimiz uchun mana kabinet bo'limiga o'tib olamiz. Va biz xuddi shu kabinet bo'limiga o'tgandan so'ng mana shunaqa bizning shaxsiy kabinetimiz hosil bo'ladi va bu yerdan to'lov raqamlari bo'limiga o'tamiz. Va biz bu yerdan qaysi karta orqali pul chiqarmoqchi bo'lsak, masalan, Humomi yoki Uzcardmi, o'sha kartamizni saqlab qolamiz va hamda Payer hamyonimizni ham mana shu yerga saqlab qolamiz. Bu shunchaki Payerni ustiga bosamiz va Payer hamyonimizni raqamini kirgizamiz. Bo'ldi, shu bilan o'zi avtomatik saqlab oladi. Humo ham xuddi shunaqa. Humo karta raqamimizni va muddatini ham kirgizamiz. Bo'ldi. Va hamyonlarimizni saqlab qilib bo'lgandan so'ng bu yerdan almashinuv bo'limini tanlaymiz. Va almashinuv bo'limidan qaysi hamyondan qaysi hamyonga pul chiqarishimizni aytib yozib o'tamiz. Bu yerda masalan Payer rublni tanlasak, bu yerga biz Payer orqali rubl dollarni yuboramiz. Payer rubl yoki dollarni ular esa bizga mana shu yerdan Uzcard yoki Humodan so'm qilib yuborishadi yoki Uzcard Humodan ularga pul yuborsak, bu yerdan Payer yoki boshqa hamyon orqali dollar yoki rublda qilib yuborishadi. Bizga hozir Payerdan Uzbek kartaga pul chiqarishimiz shu uchun biz bu yerdan Payer rublni tanlaymiz. Payer rublni tanladik va Payer rubldan bu yerda Humoni tanlaymiz. Menda endi Humo, sizlar Uzcard o'zi bemalol Uzcarddan tanlashingiz mumkin. Mana Humoni tanlaganimizdan so'ng Payer raqamingiz kirgizing deb chiqdi. Payer hamyonimiz pastda avtomatik chiqib turadi. O'shani kirgizamiz. Va keyin Humomiz ham avtomatik pastda chiqib turadi. O'sha saqlanib qilganmiz, o'shani ham kirgizib olamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizda xuddi shunaqa oyna paydo bo'ldi. Bu yerdan biz Payerdan Humoga pul o'tkazmoqchimiz. Ya'ni bu yerda berishni Payer rublda biz qancha ularga pul yuborishimiz yoki bizda Humoga qancha pul olishimizni belgilab olishimiz kerak. Men Payerdan ularga pul o'tkazmoqchiman. Bu yerda hozir minimalniy pul chiqarish 100 rubl bo'lyapti. Bu yerdan Payerda rubl berishni tanlaymiz. Uzr do'stlar, adashman. Bu yerda hozirda minimalniy summa 200 rublga aylanibdi. Va mana qancha miqdor chiqarishimizni belgilab o'tishimiz kerak. Men 200 rubl chiqarmoqchiman. 200 rubl yozganimizdan so'ng bizda xuddi shunaqa oyna chiqadi. Ya'ni bizga 200 rublimiz 29400 so'm bo'lyapti hozirgi kursda. Va bu yerdan to'lovni nazorati eski usulni tanlaymiz. Va bizda shunaqa to'lov qilish degan oyna ochiladi. Shuni ustiga bosamiz. Va открытni yozamiz. Открытni bosganimizdan so'ng bizani avtomatik mana shu Payerni saytiga olib o'tadi. Bu yerdan sal pastga tushib mana shu yerdan Payer rublni tanlaymiz. Mana va bu yerdan подтвердить yozamiz. Va оплатить счетni yozamiz. Va mana bizani avtomatik
payer hamyonimizga olib o'tdi va bu yerdan aplatitni bosamiz. Va mana уже pullarimiz bot ketib bordi va botga qaytamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, almashinuvingiz tekshiruvga yuborildi. Va hozir pullarimiz yetib kelgandan so'ng videorolikni davom ettiraman. Va mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, 2 daqiqaga bormasdan уже bizning pullarimiz yetib keldi, ya'ni muvaffaqiyatli 200 rubelimiz bizning Humo kartamizga 29400 so'm bo'lib yetib keldi va Humo kartamga o'tib turib men hisobimni tekshirib olaman. Va mana ko'rishingiz mumkin, pullarimiz yetib keldi. Hozirda botimiz 100% ishlayapti. Bundan keyin ham xudo xolasa 100% ishlaydi. Har doimgidek shu videomizni kommentariyada, zakrepleniy kommentariyada qoldirib ketaman. Mana shu botimizni videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.